Ben 18 aprel günü Xorazmdan kelganman. Judayam og'ir ahvolda. Yura olmay, nafas ola olmay qolganman. Shu yerni tavsiya qilishdi Alijonni. Alijon nimasiga kelib, maslahatini olib, uning ustozlari bilan, jamoasi bilan meni oyoqqa turishimga yordam berishdi. Xudoga shukr. Mana 18 aprelda kelgan bo'lsam, bugun 5-may 17 kun deganda o'z oyog'im bilan yurib, chiqib, oilam bag'riga qaytib ketyapman sog'lom bo'lib. Bemorimiz 53 yoshdalar. Xorazmdan kelganlar. 2020-yili o'pka arteriyalari o'tkir tromboemboliyasini o'tkazganlar. Kelish sababi yurak yetishmovchiligi dekompensatsiyasi. O'zi ayol kishida yurak razmerlari chap bo'lmacha 60 ml, o'ng bo'lmacha 60 ml gacha, o'ng qorincha 41 mm gacha, chap qorincha 106 ml gacha bo'lishi kerak. Bemorimizda o'ng bo'lmacha 375 ml, o'ng qorincha 70 mm, chap qorincha 70 ml, chap bo'lmacha 31 ml. Ya'ni yurakni o'ng qismlari juda ham kattalashib ketgan, chap qismlari normada yoki kichkinaroq turibdi. Bemorga yurak yetishmovchiligi bazisining davosi, inotropniy podдержка hamda lak spesifik terapiya fonida ahvollari yaxshilandi.